Hozirgi kunda juda ham ko'p insonlar sovqotish, hattoki yozda ham sovqotadigan insonlar borda, yonida muhabbati yoki uni his qilmaydigan insonlar borda. Tushunasizlarmi? Askarbink yetishmasligi. Ya'ni erkaklar quvvatini pasayib ketishi ham, prostatitlar kelib chiqishi ham, ayollar sistit kelib chiqishdan nimalarida ham albatta askarbinka, oddiy askarbinka yetishmasligidan kelib chiqadi o'toqlar. Qonni suyulishi va askarbinka nimalarga ahamiyat berish kerak? Askarbinka nimalarda bo'ladi? Askarbinka asosan eng ko'pi bu karkade degan gullar. Mana ushbu rasmda ko'rsatib qo'yganman. O'sha karkade degan gulda juda ham ko'plab askarbinkalar mavjud bo'ladi va undan tashqari limon haftada bir marta asal bilan aralashtirib iste'mol qilib ko'rsangiz bo'ladi va undan tashqari bu apelsinda ham askarbin kislotalari mavjud bo'ladi. Ushbu mahsulotlarni iloji boricha haftada bir bo'lsa ham iste'mol qilib turgan insonlarda sovqotishlar, ayollar muzlab qolishlar, shunaqa holatlar umuman kuzatilmas ekan. Kichkina tabib maslahatlariga amal qiling. Like, podpiska tugmaslik, kerakli tanishlaringizga, sovqotadigan tanishlaringizga shu videoni jo'natib qo'ying.